Non biznesini boshlaganimizdan beri shu safar zakazlarimiz shunaqa ko'payib ketdi. Qarang, yarmiga un yetkazib oldik. Tayyor nonlarni Toshkentga olib keltirdik. Kechasi 12 dan soat ertalabki 4 gacha uxlamasdan tarqatib chiqdik. Mijozlarimizdan juda ham minnatdorman. Uxlamasdan sabr bilan kutishdi. Yo'l yurdik. Yo'l yursak ham mo'l yurdik. Ovqatlanishga ham vaqt yo'q. Yo'lda maza qilib Samarqanddan non va kolbasa olib kelishimiz bilan bug'doy oldik. Bittalab tozalab tegirmonga berdik. Oradan bir hafta o'tib ketdi. Tegirmon ishlamadi. Zakazlar esa 10 kunga kechikdi. Va nihoyat tegirmonga bug'doy keldi. Juda ham ko'p un tayyorladik. Bu safar bitta emas, ikkita tegirmonga un sotmaganimiz yoki ikkinchi sortga qilmaganimiz uchun ham ancha kechikdik va evaziga mijozlarga ikkitadan non bonus qilib qo'shib berishni maqsad qildik. Eng muhimi bizga ishonch bildirishlari va kutishlarida. Shunday qilib biz erta tongdan non pishirib boshladik. Novvoychilik mashaqqatli, sabr va ancha asab talab qiladigan ish ekan. Yopgan nonlaringiz doimo o'xshab chiqmasligi, mijozlar esa doim ham sizdan minnatdor bo'lavermasligi mumkin ekan. Bizning non serialimiz davom etadi. Davomi keyingi qismlarda podpiska bo'lib qo'ying.